اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hürmetlik mehmanlar, qarindoshlar, Iroq yaqindan kelgan ustozlar. Münasebetlik yoki tema münasebet bo'lmasa-mu, demak, bizning turmushimizga o'sha Shvetsiyadagi yashashimizga munosabatli har qanday savol bo'lsa, qisqa so'rashib, munozara shaklida so'zlasak bo'ladi. Bizga bir hijrat to'g'risida so'zlaymiz. Qisqacha aytganda hijrat degan so'z bu arab tilidan kelib chiqqan so'z bo'lib, hijrat degan tashlash, tark etish yoki bir o'rindan yana bir o'ringa yo'tkilish degan ma'noni bildiradi. Uning islomiy jihatda tunishganda uning ikki xil ma'nosi bor. Birisi bo'lsa haqiqiy Alloh rizosi uchun o'zingizga qilinmay qolgan, qilishga imkoniyat yor bermagan diniy ibodatlaringni, Alloh rozi bo'lgan ishlarni o'zi turayotgan yo'lingda qilmagan bo'lsang, boshqa bir yerga, shu xotirjam bir yerga berib turib, shu yerda shuni qilish ne maqsad qilgan holda shu to'g'ri niyat bilan bir yerga berishni, xotirjam bir o'ringa berib ibodat qilishni, Allohga cho'qinishni, Alloh rozi bo'lgan amallarni qilishni hijrat deymiz. Yana bir tarafda, yana bir islomiy tushunchasi Allah buyurgan ishlarni qilish, Allah to'sgan narsani yenish, umi hijrat bo'ladi. Ya'ni bir odam uydan chiqmay turib Alloh yo'lida hijrat qila oladi. Ba'zi masalan Allah bizni bir narsa to'sgan bo'lsa, biz bir narsaga masalan bir gunoh, bir odatlanib qoldik deydi, bir odam tamaki chekishga odatlanib qoldi. Shu odam haqiqiy niyat bilan bu bir gunoh ish, menga ziyonlik olib kelyapti, men shuni tashlay deb haqiqiy belbog'lab, samimiy bo'lib, rostchil bo'lib shuni tashlab chiqib kelsa, u Alloh yo'lida hijrat qilgan bo'ladi. Shunga haliqa muhojir degan kim deganda, muhojir degan Alloh to'sgan narsani tashlaydigan odam muhojir degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushuntirishibdi. Endi buningki bizning hozirgi siyosiyimizga kelgan vaqtimizda hijrat qilishninki buni 3 nuqtaga bo'lamiz. Endi bu tafsilotini qo'yganimiz degandek keyin tafsil qilishimiz mumkin. Ammo buni hijrat qiluvchi, hijrat qilinadigan o'rin va hijratning shartlari degan bu 3 narsa har birisi ayrim mazmunlarni o'z ichiga oladi. Hijrat qilishni biz Allohning bizga buyurgan amal ibodatlardan birisi, muhim bo'lgan ibodatning birisi deb tushunamiz. Hijrat ibodatningki hattoki vojib darajaga bo'lgan, farz darajaga bo'lgan ibodat. Ammo farz darajaga bo'lgan ibodat turib, hamma vaqtda u farz bo'lmaydi. Jihadni xuddi farz hammamiz bilamiz, ba'zi vaqtda jihad nafl bo'lib qolgan ahvollar bor. Ba'zi sunnat bo'lib qilsa bo'ladigan, qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunohkor bo'lmaydigan ahvollar bo'ladi. Ba'zida jihad qilish to'salgan ahvollar bor. Buning hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotida qaraydigan bo'lsak, bir odamni masalan, men jihad qilyaptim ya Rasululloh deganda, sen uying qaytib ket degan. Ya men bu mushtaqatda ibodatdan men bahramand bo'lsam bo'lmamdi deganda, sen ota-onang bormi deganda, bor deganda qanday keldi? Deganda ota-onam yig'lab qoldi, men bu jihadga chiqishimni ota-onam yoqdimi-de? Ular yolg'iz qoldi, uning qaraydigan odam yo'q deganda, sen berib ota-onani xo'sh qilgan shu, seni Alloh yo'lida qilgan jihading degan. Ba'zi ahvollarda jihadga chiqmayman degan odamlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattiq ularga jazo qo'llangan. Masalan, nima uchun jihadga chiqmadi bu? Deb hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni boykot qilib, masalan Tabuk urushida bo'lgan vaqtda nurg'un odamlar quruq o'zri bilan jihadga chiqmaganlar bo'lganda, ularning jihadga chiqmaganligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto butun musulmonlar qattiq ularni norozi bo'lib, bir oydan ko'p vaqt ularga salom qilishni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'sgan. Bu Alloh farz qilgan amalni qilmaganligi uchun buni salom qilishga loyiq emas bu insonlar. Deb hattoki Alloh tomonidan ularning pokligiga, ularning qilgan tavbasining qabul bo'lganligiga oyat tushganga qadarchi musulmonlar payg'ambar alayhisalom ularni boykot qilgan. Demak biz bir ibodatni tushungan vaqtimizda buni atrofli tushunishimiz kerak. Hijrat to'g'ri, bu muhim masala hozir, ammo buni elib berish, buni tushunish, buni amaliylashtirish masalasida ba'zi bir ko'z qarashlar, har xil ko'z qarashlar bo'layotdi, ba'zida xato qadamlar bilan ilinayotdi. Ammo buningla bilan hijratning asli, fazilati, asli uningki o'rni bu hargiz yo'qolmasligi kerak. Uni ibodat deb tushunishimiz kerak, ammo uni ilib bo'lganda qanday ilib berish masalasida bu zodi izlanishga tegishli narsalar. Buni shu sohadagi kishilardan, olimlarimizdan so'rash orqali bundan ma'lum nima olsak bo'ladi. Chunki buning bir oddiy masalashtirmasi o'zimningki kallasida namozni biz farz deb bilamiz. Namazda farz emas degan odam qanday qildi? Namoz kofir bo'ldi, hammamiz bilamiz-ku. Ammo bir odam men namoz farz, namoz o'qiydim deb qo'yib, namozniki shartlarini hozirlamasa, taratdan namoz o'qisa namoz emas. Taratni olgan bilan vaqtida o'qimasa namozni u namoz emas. Yoki vaqtida o'qidi, taratma hammasi bor, lekin 2 rakat namozni 3 rakat qilsa, u to'g'ri bo'lmaydi. Demak, bu shunga o'xshash. Har bir amal ibodatning sharoiti bo'ladi, talablari bo'ladi, uningki adablari bo'ladi, axloqiy nimalari bo'ladi. Buning hammasini biz atrofli tushunganda uni to'g'ri tushunamiz. Shunga bu hijratni bu bir necha minut ichida bunga tafsiliy, yetarli, qanoatli javob berish xili nima u talab vaqt bilan hal qilib bo'ladigan masala emas. Inshaalloh
bu Alloh nasib qilsa bu programma to'xtalamiz. Ammo buningda yana bir odamningki bergan fikri yoki uninki bergan diniy tushunchasi hammamizning ilmimiz chekli. Har qancha o'qib ketsakmi, hech kim hamma narsani bilib olmaydi. Hamma odam o'zining bilgan iqtidoriga qarata o'zining tushunchasini, o'zining fikri bo'yicha so'zlaydi. Buningda qabul qiladigan yerimi bor, qabul qilmaydigan yerimi bor. Bir odamningki gapini o'zaro bir-birimizning kelib kelgan vaqtda mening aytadigan gapimning hammasi nol men uchun desanglar, o'zlarining haqqini deyishga haqqing bo'ladi, men uni sen nima qilmoq deysa demayman. Ammo faqatla rad qilib olmaydigan bir shaxsning so'zi bor. U bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zi. Insonlar ichida Allohning so'zi, Allohning payg'ambarining so'zi, u sen yaxshimi qabul qilsa, yoqmasimi qabul qilsa, bu sen musulmon emas. Ammo boshqa insonlarningki har qanday kim bo'lishidan qat'iy nazar uni rad qilishga bo'ladi. Lekin islomda faqatla bir prinsip bor. Sen rad qilgin, qabul qilma, lekin hurmat qilish, o'zaro bir-biriga hurmat qilish, bir-birini qadrlashdan iborat bo'lgan bu sifatdan biz yaroqlab ketmasligimiz kerak. Sen birisiga qarshilik qilib gapini yoqtirmagan vaqtingda, bu sening o'zingning fikr qilindishim, mening bu hayotda o'ylaganim bunday deb uni o'zaro shu qarshi fikrimiz bir-birimizning yaroqlashtirmasini emas, balki bir-birimizni yig'alaydigan, texnik qarindoshligimizni taraqqiy qildiradigan shaklda bo'lsa, u hammamiz uchun Allohning rahmati bo'ladi. Inshaalloh kelgusi yilda bu haqda tafsilab qanday paranglashamiz. Buningki buludu hem bo'lmaydi deb tushunsak bo'ladi. Bo'ladigan tarafi va bo'lmaydigan tarafi bor. Bo'lgan tarafida islom dini demokratiya dini deb qaramaymiz. Islom dini o'z oldiga bir din bu. Demokratiya degan keyin paydo bo'lgan narsa. Islom degan demokratiya dini deb qarasak, islomningki o'rnini, qimmatini yo'qotayotgan bo'lamiz. Ammo islom deganda demokratiya yo'q desak, yine islomga tajovuz, islomga to'g'ri muomala qilmagan bo'lamiz. Demokratiya degan so'zning o'zini tushunishimiz kerak. Demokratiya degan so'zni qanday tushunamiz? Kishilarningki tanlash huquqi, qonun bir narsami kishilarningki tanlashi bilan, kishilarning ko'p sondagilarningki ma'qullashi bilan vujudga chiqadigan bir sistema deb tushunamizda. Buningki ba'zi taraflari to'g'ri, ba'zi taraflari xato. Masalan, demokratiyaga misol qilsak, kishilar umumiy kishilar hammasi bir islomda cheklangan bir narsani demokratiya yo'li orqali uni qonunlashtirib yurgizalaydi. Haraq ichida masalan umumiy insonlar masalan bu haraq istak hudud zade degan ekan, bu hudud deb umumiy insonlar qilsa u bir demokratiya shaklida bir qonunliq bir narsa bo'ldi, shu davlat qadimdan haraq ichiga ruxsat qilingan bo'ladi. Ammo islom dinida bundaq misol qilganda islom dinida demokratiya yo'q, undaq demokratiya emas. Islom dini Alloh tarafdan kelgan qonun bo'lib, u biz uningga taslim bo'ladigan din. Ammo demokratiyaningki ba'zi ko'rinishlari bu mundaq desak bo'ladi, unda demokratiya islomda bo'l emas. İslamdaki güzel ahlakların bazıları demokratiyada tepede desek buludu. Çünkü İslam üstünlüğünü yerleydiğin din bu. Hiç kaçan başka sistemden, başka nezriyeninki kulu emez. Aslı demez. İslam şundan güzel din ki, bu İslam dinindeki bazı güzel ahlaklarınki malum kısmı, hemimiz emez. Malum cihette şu yaxşı nesle demokratiyada tepede. Mesela demokratiya öz ara birbirininki rayıga hürmet kılış. Birbirinin fikrini anlaş. Bu cihette İslam dini hemmeden burun. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam mu Allah'ın buyruğunda "Veşavirhum fil emr." Sen öz ara bu kengaş kılgın degan. Bir mesele çıqqan vaqtida, hatta ki bazı amel ibaret meselelerdi mu Allah tarafından şu mesele üstüne hüküm çıkışını buruncu Peygamber aleyhissalatu vesselam şu meselenin sahabelerine kengaş qilgan. Bundaq mesela nurun uçurtumuzda mesela namazdan aldır azan o'qish, namazga qanday chaqiriq qilish meselesida Peygamber sallam kengaş qilgan sahabelardan so'ragan. Masjidni bina qilib bo'lgandan keyin endi namoz o'qiymiz. Endi kishilarga qanday o'qitiramiz buni? Deganda u Peygamber bo'lgandan keyin Alloh menga xabar qilib jim turma demagan. Bu yerda kengashninki muhimligini, boshqalarning ra'yini anglash, fikrini anglashning muhimligini islom kunimizda bu narsa demokratiyada bor. Demokratiyada bu narsa bor. Chunki kishilarning gapini anglashing kerak deydi demokratiya. Bu yaxshi tarafi. Ammo uninglar bilan demokratiyaning hammasi islom bo'lib ketmaydi. Ammo islom o'zi mukammal din. Payg'ambar alayhisalom bu masalada kishilarning gapini anglagan, ba'zilar hattoki o't yoqayli deganlarga "Voy sen da'vatsa" demagan, anglagan. Bumbaqchalayli, shu orqali chaqirayli deganda uningga gap qilmay anglagan. Her xil fikrlar bo'lgan. Ammo Peygamber Islam bir yerga kelmek u kundagi yig'in shunda qilib qilib, atini qayta muzokiralashaylik buni, qaytinglar degan atsa kelganda Allohning rahmati bilan bir necha sahobalar tushida azanningki nimasini tushiga kirgan, shuni ular birisi kelib Abdullah ibn Zayd degan sahoba kelib, "Ya Rasululloh, kechida mushdaq tushimda birisi menga azan orqali shu Allohu akbar deb namozga chaqirsanglar eng yaxshi bo'ladi" deganda Peygamber Islam buni degan yaxshi tushish. Bu Alloh tarafdan kelgan tushsanga degan undagi yine bir sahoba o'xshash tushgan demak Peygamber Islam uni qabul qilganda demek bu yerde bu demokratiyanınki haqiqiy ko'rinishi eng to'g'ri bo'lgan ko'rinishni uchirtimiz. Ammo demokratiya islommi? Islom demokratiyami degan so'zga vaqtida ya shundaq yoki emas deb javob berib uni to'g'ri bir natija og'il bo'lmaydi. Islom dini da islom dinimizning ichida demokratiyadagi ba'zi narsalar, demokratiyadagi ba'zi narsalar islomda bor narsalar. Ammo u islom emas hamma jihatda.
demokratiyaningki islomga zid keladigan taraflari bor, islomga zid kelmaydigan tarafi bor. Masalan, demokratiyada ko'p sonliqning gapi gap bo'ladi, shundaymi ya? Islomda ba'zi oz sonliqning gapi gap bo'ladi. Masalan, 100 odamning 99'i bir to'g'ri bo'lmagan bir ishni biz qilamiz desa, bir odam bu bo'lmaydi, ma'ni qilish bo'lmaydi desa, shuninki gapi to'g'ri, islom Qur'onning hukmi, payg'ambar sollallohu so'ziga shuni to'g'ri bo'lmasa, shuninki haqliq. Boshqa 99ning hammasi yolg'on ketaveradi. Masalan, umumninki manfaat bo'ldigan shu qolgan bo'lsa, masalan, bu islom dinimi din bo'lmasligi kerak hozir qadar. Chunki payg'ambar sollallohu davrida yolg'iz qolgan bo'ladi. Bu islom dini din bo'lsinmi, bo'lmasinmi deb shu vaqtdagi insonlarningki ovoz qo'yishi qolgan bo'lsa, hech kim uni qabul qilmaydi. Bu vaqtda demak bu din yo'qolgan bo'ladi. Shunga bu demokratiyani biz ayrim bir sistem deb tushunishimiz kerak. Islom dini o ayrim bir prinsip sistem, to'liq bo'lgan sistem. Uni ikkisini aralashtirib qo'ysak, ba'zi yerlarga yaqin keladigan yerlar bor, buningda foydalangan bo'ladi, ammo ba'zi yerlarda mumkin emas bo'ladigan yerlar bor. Shunga endi buni kelganda biz undaq bo'lsa, emasi bu islom ayrim, demokratiya ayrim bo'lsa, biz mish demokratiya hayotini qabul qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi degan yana bir savol chiqadi bu yerda. Uni yana qabul qiladigan yerlar bor, qabul qilmaydigan yerlar bor. To'g'ri bo'lgan, islomga zid bo'lmagan, insonlarning umumiy manfaatiga zid bo'lmagan, bizning axloqimizga Alloh va Allohning rasuli bizga o'rgatgan axloqqa zid bo'lmagan yerlarning hammasini qabul qilishga bo'ladi. Dinga zid keladi ekan, Qur'onga zid keladi ekan, bizning axloqimizga to'g'ri kelmaydi ekan, u narsa demokratiya nomi bilan o'ttirib chiqsin, kommunizm nomi bilan o'ttirib chiqsin yoki boshqa ismlar bilan o'ttirib chiqsin, u rad qilinaveradi bu. Allohu a'lam. Demokratiya degan so'zni o'qisak, Amerikadagi demokratiya bilan Misrda yo'l qo'yilmoqchi bo'lgan demokratiya o'xshamayapti bu narsa. Masalan, Amerikada ko'p sonliqni egallasam shu qonun ishlamadi ekan. Masalan, Misrda ko'p sonliqni egallab birdan rais bo'lganda u yergi demokratiya ko'p sonliq ismini olgan bo'lsa, bu yerda oz sonliqlarniki huquqi darsandlik qilishga qaratmagan degan bir bahona bilan ko'p sonliq bilan bu davlat qonuni kuchga ega bo'lolmaydi. Bunday aytganda Shvetsiyadagi demokratiya tuzumi Amerikadagi o'xshamaydi, Amerikadagisi Avstraliyadagi ekan. Avstraliyadagisi Misrdagi o'xshamaydi, xalqaro qilipi yo'q bir qanday qaysi davlatda shu jo'grafiyalik uninki siyosiy manfaatiga mutobiq sharhlangan bir tuzumni o'ziga olgan bo'lib, hamda qisqartib aytsak, islom dinida demokratiyadan afzal bir xil tuzum bor desak to'g'ri bo'ladi. Albatta. Islom dinidan shuni bayon qilganda, islom dinida demokratiya bor emas, demokratiyada islomdagi ba'zi go'zal narsalar bor deb tushunishga bo'ladi. U bir xil tumaydi yana demokratiyada. Ham tubdan o'xshamaydigan yeri nima desa, demokratiya insonlar tomonidan o'ttirilgan sistem. Islom bo'lsa, butun insonlarningki yaratquchisi, olamlarningki egasi, Parvardigor tomonidan o'ttirilgan sistem. Unda bo'lganki bu eng cho'ng farq. Qandaq ya'ni insonning qilgan narsa Allohnikiga o'xshay olsin. İnsanın oturup koygan narsa hergiz mükemmel emas. Tarix guvoh bununla. Nurg'un ilmiy fanlar bilan erishgan natijalar bor. Bugun bir narsasi ma'lum yillardagi natijalar, uni ma'lum tadqiqotdan keyin u natija xato bo'lib chiqadigan. Masalan, hozir işte planetlar haqida ma'lum vaqtda 9 planet bor deb deyilgan. Keyin 11 ga chiqdi, keyin 8 ga qoldi. Demak bu o'zgarib turadigan insonlarningki aqli, tafakkuri, nimasi taraqqiy qilgan sari o'zgarib turadigan narsalar. Ammo Allohning degan narsasi u mukammel turadi. Shunga demokratiya degan mukammel emas. Mukammel emas bir narsa. İslam mukammel bir narsa. Unda bo'lgandan keyin sen mukammel bo'lmagan insonlar tomonidan o'ttirib chiqilgan narsani bu islomga o'xshash qilib uni darajasiga ko'tarsan yoki islomni ustiga qo'yib qo'ysan, sen islomga to'g'ri muomala qilmagan bo'lasan. Ammo buningda bu ham degandek, buni zodi emas undaq bo'lsa, biroqlam rad qilamdiq desa, yo'q, biroqlam rad qilmaymiz. Har qanday bir ishni yaxshilikla bo'ladi ekan, uni qabul qilish bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu demokratiyaning bir xil tuzumi. Masalan, demokratiyada bir narsa borki, zulm qilinganlarga yordam qilish. Zulmga uchraganlarni zulmdan qutuldirish degan bir prinsip bor. Uni ba'zi davlatlar amal qiladi, ba'zi qilmaydi. Ammo umumiy prinsipda bu narsa nazariya jihatdan o'sib yozilgan. Bu albatta islom eng burun o'ttirib qo'ygan narsalar. Demokratiya nimasida erlar bilan ayollar barobar bo'lish deydi. Bu masalada endi o'ttirib chiqqan bo'lsa, islom dinida 1400 yil burun erlar bilan ayollarning barobar huquqining borligini Alloh buni Qur'onning hukmi bilan bekor qilgan narsa. Masalan, demokratiya deganda namoyish qilsa bo'ladi desa, islomda namoyish qilsa bo'ladi, nima bo'lmaydi ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qatnashgan nurg'un ishlarga Hilful Fuzul degan bir sistem bir partiya bo'lgan, demokratik partiya shu vaqtda islom bo'lmagan vaqtida, payg'ambar 20 necha yosh vaqtidagi ish. Bu partiyaning umumiy maqsadi shu vaqtida izilgan odamlarni shularning zulmidan qutuldirish asos qilgan. Boshqa narsa emas. Shu vaqtda zulmga uchraganlarni, ba'zi odamlar bo'lgan, baylar, namorat odamlarni uni ish haqini bermaydigan. Kuchliklar, ojizlarni buzaq qilgan ishlar bo'lganda, buningda bir guruh odamlar kelib, biz mushta bir partiya qurib, bu orqali biz shu izilgan odamlarga yordam qilaylik deganda, payg'ambar shuni a'zosi bo'lgan. Unda siz payg'ambar bu payg'ambar bo'lish ilgari qilib ketgan desa, payg'ambar Madinaga kelgandan keyin o'sha gaplar o'tirib chiqqanda,
hozirmi shuningga o'xshash bir narsaga men chaqirilsam, albatta uning yine hozir maslini qo'shaman degan. Payg'ambar bo'lgandan keyin demak bunda bu go'zal narsa insoniyatga manfaati bo'lgan ishlarni payg'ambar hech qachon uni po'shtamagan. Va bu yerda to'g'ri tushunish kerak. Bir tarafdan bir ko'z bilan ko'rib bir narsa xatolashimiz. Har narsaninki ichida ba'zi go'zal narsalar bor. Uniki, masalan, bir yamoqni desak, uning shakli va uning mag'izi va yoki uni bu shakal ekan deb tashlab o'tsak o'zimiz ham tortamiz. Yoki bu yeydigan narsa shakallar yigitda qilib bo'lmaydi. Shakalni ayirib o'tib, uning mag'izini foydalansak bo'lgan narsa. Ammo islom u bir mukammal sistema bo'lib, buni hech qanday bir narsani islomga boshqa narsalardagi yaxshi narsalar islomda bor narsalar bor ekan desak bo'ladi-ki, lekin hargizmi islomning qadr qimmatini tushirib turib, islom demokratiya dini, islom undaq deb uni islomning qadrini tushiradigan ishni qilmasligimiz kerak. Bu mening tushunchimda, Allohu a'lam. Siz Yevropada yashayapsizmi ko'paydan? Asta-asta bu vaqtda yo'qdan bağa masjidlar qurilyapti, masjidlarda azonlar o'chiqlar, aytish qilib yo'l qo'yilyapti. Ma'lum jihatdan biz musulmonlar bir as-sonliq bo'lsaqmi, bizning manfaatimiz ma'lum darajada qondiryapti. Hatto biz chiqqanimiz turgan yerda cherkovdan birini setib masjid qildi turiblar. Inshaalloh biz unga ham demakchi uning shu shariat qonuni bilan hozirgi zamondagi bo'lma g'arb dunyosidagi qonunlar o'rtasida zidlik bilan o'xshashliklar to'g'risida bir izdin paxtlarmi buni bu nayt farqlaydi aniq buningki. Uning uchun izlash ketmaydi. Chunki islom qonunining ko'rsatmasi Qur'oni Karim payg'ambarning sunnati bu aniqlar. U bir qonun. Chunki biz Qur'onni qonun deb tushungan vaqtimizda, undan uni yaxshi baho beralaymiz. Qur'on qonun, payg'ambarning sunnati bir qonun. Demak, islom umumiy yuzlik bo'lsa, bu insonlarning hayotini to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir sistema. Demak, bu qonunda Malaninki insonlar o'tirib qo'ygan narsa bu bir qonun. Ularmi insonlarning hayotini yaxshilaymiz, turmushini yaxshilaymiz, iqtisodini yaxshilaymiz degan asosda qurilgan qonunlar. Lekin buningda nurg'un kamchiliklar bo'larnikida bor, lekin Allohning qonunida hech qanday kamchilik yo'q. Ammo undaq bo'lgankan biz cho'qim beramiz, undaq shariat qonun yurgizamdoq desa, u kulkulik bir ish, undaq qilmaymiz. Biz uni talab qilgan narsamiz. Biz ammo shariat bizning talab qilgan, biz o'zimizningki mishara turish salohiyatimiz bilan ilib bog'liq bo'lgan qonunlarning hammasiga biz amal qilishimiz kerak. Masalan, Alloh qilgan amal ibodatlarimiz, Allohning qonuniga zid kelmaydigan masalan amaliy faoliyatlarimiz, masalan ilm elish, bolalarimizni, avlodlarimizni yaxshi tarbiyalash, hattoki masalan biz sportlarni qilish islomning dimizga zid kelmaydigan ishlar, masalan, to'g'ri bo'lgan insonlarga manfaat qiladigan, bizning mishada turishimizga manfaat bo'lgan ishlarni qilishimiz, u masalan mushut qonun, mushutlarning qonuniga zid kelmagan asosda ilib boramiz. Masalan, davlatlarning ba'zida qonunlarini e'tirof qilmagan odamlar chuqur ziyon tortadi. Sen qaysi davlatga borsan, shu davlatning qonuniga rioya qilishing kerak. Bu albatta islomda ulamolarninkimi, yoki diniy olimlarning nima yo'l qo'ygan narsa. Ammo islomga zid kelgan narsalarda o'zini qochirsa. Bu yerda masalan haroq ichish yo'l qo'yilgan davlatga qonun ruxsat qilingan deb haroq ichmaymiz. Chunki u bizning dinimizga zid keladi, qilmaymiz. Ammo trafik qonuni deymiz, mashina haydash qonuni biz chuqur mushtaratganlikka o'sha qonun bo'yicha mengishimiz kerak. Bu yerda o'ng tarafni besmamiz, Avstraliyaga borsak so'l tarafni besmamiz. Men keliblar bu yerda so'l tarafni besmay desam, mashina urma. Men o'qib, yo'q, mening davlatim bunday qiladi desam, meni gapim oqmaydi bu. Demak, biz o'zimizning hayotida zodi qaysi tarafda ziyon tortamiz, qaysida foyda topamiz degan narsani to'g'ri tushunib mengish, uni tatbiqlab mengish o'zi bir qonun. Chunki islom hargizmi insoniyatning manfaatiga bo'ladigan narsani uchun zid emas. Bizning dinimiz eng insonlarningki baxtga erishishiga Alloh tomonidan yo'lga qo'yilgan bir sistem bo'lg'achqa, buningda hech qanday ziyon yo'q, foydali bor, lekin masalan ba'zi hijrat to'g'riliq gap chiqsa, ba'zilar Makka fathi bo'lgandan keyin hijrat yo'q degan bir hadisni keltirib bergan, shu to'g'riliq bir tafsiliy so'zlar tayyorlash shu. U Makka fathi bo'lgandan keyin hijrat yo'q degan hadis to'g'ri hadis. U kimga qaratilgan? Chunki Makka fathi bo'lgandan keyin o'sha yerda ba'zi musulmonlar biz ulug' bir hijratdan iborat bo'lgan bir ibodatdan mahrum qoldik. Burun musulmon bo'lmay qoldik. Endi biz hozir qilish orqali shuni to'liqlab olib bo'lamdiki degan bir savollar bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi u tugadi u ishlar. Hozir endi qolgani jihad bilan niyat qildi degan. Demak, u hijratning asli manbai, agar shu holat shakllansa, zulm bir yerda umumlashgan bo'lsa, sen shu yerdagi zulmdan qutulish uchun bir yerga berib, xotirjam bir yerga berib, amal ibodatni qila oladigan, lekin shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat jarayonida qilgan ishlarni tatbiqlaydigan bir havoga kelsa, u hijratni qilsa bo'ladi. U o'zgarib ketmaydi. Uning nimasi bor. Lekin buni endi bizning vatanga solishtirgan vaqtida buningki foyda ziyinni solishtirish kerak. Chunki shu vaqtda bu foyda ziyinni asos qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Her işte İslam dinida çünkü İslam bika bir hükümne mana qil deb qildigan undan narsa yo'q. Alloh hech qanday bir hukmni bikaga asossiz, lekin bir nishonsiz Alloh hukmini chiqarib o'tirib qo'ymaydi. Har bir ishda Allohningki bir hikmati bor-da.
Endi onu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bu Allah'ın hikmeti bilen uyarı beriş, şu arkalık şu İslam hakimiyetini oturuğa çıkarış, uyarı turuş bilen birgen İslam'ın hakimini kurup aldım, ben haticam buldum, ibadetim işarı kılma emas. Kelgüsünde yine şu urunni, asli qaytib kelgan yerge, yine şu to'g'ri bo'lgan ibadetini, hükümni şu yerge apırış için hareket qilish. Unda bo'lgankan biz nimimizdimi? Agar biz hozir vatanimiz zulm bo'layotdi, cho'qim hijrat qilish kerak degan yerga yetgan taqdirdami, biz hijrat qilmoqchi bo'lgan o'rin qaysi? Bizni shu hijrat qilmoqchi bo'lgan o'rin, xuddi Payg'ambar islomning Madinaga xalqi qabul qilgandek, himoyasiga olgandek qila olamdi. Qaysi bir davlat bor? Medisiga boshqa, mana men sana ega deydi. U yerga borgandan keyinmi, masalan, shu yerda yashayotgan qarindoshlar masalan, hijratningki talablarini joyida o'rinday olamdi. Sen shu yerda turib, Sharq Turkistonda besib olgan zolimlarga qarshi bir planning harakatlarini bormi qila olamsa, amaliy, quruq gap bilan emas, amaliy qila olamsa. Uni qilaman desang, sen o'zing hijrat qilib yashayotgan davlatning siyosatiga chataq chiqib qoladi. Ashyoda jinoyatchiga aylansa. Uningki vatandan chiqish foydalimi? Hozir chiqmay ashyo turib ziyon aloqa zulmga uchrab turib ashyo turish foydalimi degan narsa keldi. Buni o'ylashga to'g'ri keladi, chunki biz buni tarixdan yakunlashimiz kerak. Falastin xalqini biz o'zimizga misol qilsak bo'ladi. Falastin xalqi 48 dan keyin İsrailiyanikilarimiz o'tib ketib, nurg'un ishlar, to'qinishlar bo'ldi, nurg'un urushlar bo'ldi. Shuning natijasida, shu zulmlarning natijasida 2 milliondan ko'proq Falastin xalqi chiqib ketdi yo'tinda. Hijrat qilib chiqib ketdi. Bular hala bugunga qadar shu hijratda yashayotdi, muhojiratda yashayotdi, ammo vataniga qaytib kelishga imkoniyat yo'q. Vatani uchun ular sirtda turib cho'ng ish qilib beramadi. Yana Falastin bo'lib turishiga, shu dushmaniga tig' bo'lib, mix bo'lib uning ko'ziga qadalanishiga kim cho'ng rol o'ynayotdi desa, Falastinning ichida turib Gerçi qoldi taş etib bo'lsa-mu tankga qarshi, işte to'g'ri. Shular o'zining kuchini ko'rsatyapti. Demak, bu yerda u dushman kimdan qo'rqyapti? Sirtdagi muhojirat yashayotgan falastinlikdan qo'rqyapmiz? Yo'q, pisandkanmaydi uni. Ammo ichdigidan qo'rqyapti. Demak, bu zulm, bu o'tkinchi bilan o'tib ketadi bu. Vatanimizdimi? Bizga eng muhim bo'lgan narsa, sen shundoq bir cho'ng g'oya bilan, cho'ng bir ishing nima qilmasan, shu hijratning natijasini qo'lga keltirmasan, undaq bir sana atrofliq bir foyda yoki bir qo'g'dinishimiz bo'lmasa, albatta shu vatanda zulm uçursanmı, şiyada mevcut bir turalığının üzeri, şiyadaki düşmanlarga en çok zarbi şu. Bu düşengi vaqtida ham vatan bizning, xususan bizning Sharq Turkiston masalasiga kelganda, hozirgi masala shu. Uning ustiga hijrat qilamiz deb chiqayotgan qarindoshlarimizninki tatgan jafo mushaqqatlari balkim bu savoldan chiqishi hozir shu yaqin atrofida vatandan chiqib ketgan qarindoshlarimizning nimasi o'tirib chiqdi. Bunda masalan shu Janubiy Sharq Osiyo davlatlarida, Kamboja deymiz, Vyetnam deymiz, Tayland deymiz, Malayziya deymiz, shu davlatda hijrat niyati bilan, yaxshi niyati bilan chiqib ketib, shuningki japa mushaqqatidan az qutlanmay ahvoli vatandakidan ig'ir holatda yashayotgan qarindoshlar bor. Yashayotgan qarindoshlarda bularga kim ega chiqyotdi? Bularni qanday qutqizish kerak? Kim qila oladi? Bu masala cho'ng bir oldimizga bir cho'ng bir qiyin masala o'tkazib bo'layotdi. Hamda Alloh u niyatidan chiqqan qarindoshlarimizni hamda sen qaytib ket deb qaytmaydi, qaytanmaydi hamda u bir tarafida. Bunda Allohdan ularni nusrat so'raymiz. Onun qo'limizdan keladigan moddiy ma'naviyat yordam qilishimiz kerak. Biz uningda hijratning masalasi hukmi nima deb ular ustidan sening qilgan xato deb qilsak, u biz ahmoqligimiz. Ularga cho'qim qo'limizdan kelgan yordam qilishimiz kerak. Ammo vatan ishidagi qarindoshlar kelganda, ma'nodan saboq elanglar. Biz bir xatolikni qayta takrorlamaylik. Bizdan bir ong bo'lsin degan narsani. Masalan, Payg'ambar Aleyhissalatu vesselam o'z vaqtida, Makkadagi vaqtida, yig'i davrda musulmonlar qattiq azob uqubatga uchragan vaqtida Ali Yasir meselesi değil, Ammar ibn Yasir, onun atanesi, hemmisi şu qattiq qiyin qistab ingan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa yerga chiqib ketdilar degan demagan. Sabran ya Ali Yasir fa inna maw'idukumul jannah degan. Ali Yasir, Yasir ailesi sabr qilinglar. Chuqum Alloh sizlarni jannatga erishtiradi degan. Birinchi bosqichdagi narsa hijrat yo'q. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruxsat asosida Habishistonga yo'l olgan, chunki u yerda bir xotirjamlik bor degan. Yani devletning sistemasi, hokimiyatning kimligi emas, u bir xotirjam, adolat yurgiziladigan bir davlat u yerga borsangiz bo'ladi degan. 3-bosqichda undagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziga ruxsat qilinganda, u ruxsatni keyin vojib bo'lgan Madinaga berish, umi ixtiyor bugun qo'piblam, bugun farz ijro qilinadi demasdan, shuning oldin ala tayyorligini qilgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Madina xalqi kelib, bir turkum odamlar musulmon bo'lib, "Ey payg'ambarim, biz tarafga keling, bu yerda qiynalib qolibsiz, musulmonlar qiynalib qolibdi. Biz sizni jinimiz bilan, melimiz bilan, hamma narsamizni qo'g'daymiz" degan va'dani berganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularning va'dasiga haqiqiy ishonalganda, unga Payg'ambar endi yurishimiz, hijrat qilishimiz kerak degan. Biz bu shartlar xuddi namoz uchun, namoz o'qish uchun taratning muhim bo'lganiga o'xshash, hijrat uchun uning atrofdagi shartlari o'xshashda muhim. Bu narsani biz yakunlashimiz kerak. Hijrat degan so'zni, hijrat degan hukm o'zidagi shu atrofini o'ylamay, shartlarni o'ylamaylam, hijrat degan muhim ekan, buni qilmasa qolmaydi ekanda, hech qanday tayyorliksiz, hech qanday plansiz bunda qilsak, vaqtida biz din nomidan, dinning yo'lida menaman deb turib biz xatolashib qolgan bo'lamiz. Demak, buning xatolik deganda gunohga bo'lib ketgan emas, lekin uningda beradigan natija masalasida bir natija xato
Netice uçrab qoladi. Amaliyat shunday bo'layotdi. Amaliyatda qarindoshlarimiz qattiq qiyin ahvolda. Ama hozir masalan biz shu qarindoshlarga nisbatan bizningki hozir qiladigan mas'uliyatimiz-da. Buningda ularga ham qo'limizdan keladigan moddiy, ma'naviy jihatda ularga yordam qilish, iqtisodiy masalasida ular qattiq qiyinchilikda. Ikkinchi biri masalan agar ashular hamda qarindoshlar boshqa bir yerlarga berishni bir muvofiq xotirjamlikka urilishdiq degan bundaq bir planga kelsa, ular o'zining ixtiyoriga narsa-ku. Uning kelganda chuqur biz musha turib masalan xalqaro munosabat urullarda, masalan BDTning ishg'ollari deymiz. Ashyaga berib shularning gapini davosini nihoyat jarangli anglatish kerak. Bu yerda madamni bundaq bo'layotib qutqizish kerak, chuqur qutqizmasa bo'lmaydi degan. Biz bu yerda qiladiganimiz shuda. Bu jihatda biz siyosiy harakatga qattiq ching ilib berishimiz kerak. Bunda nihoyat qattiq umlik bilan buni harakatni qilsak, chuqur ishlarning ishning tezroq hal bo'lishiga foydasi bo'ladi. Demak, hijrat qilish hozir hijrat qilmayotganlarga nisbatan foyda ziyonni o'ylab qilinglar desakmi, hamda hijrat qilib bo'lganlarga nisbatan hamda chiqish yo'li izlash kerakmi? Albatta, uni boshqa chunki biz boshqa undan boshqa bir yaxshi yo'l bormi degani yo'q. Mesela ularga sizlar xato qilsa qaytib ketamiz, qaytib ketalamda. U mumkin emas hozir ahvolda. Hamda ikkinchi bir davlatning mush qoladigan davlat vatda deb bir quruq osmon qarab umid qarab tursa, masalan ba'zi bir undilarda uyoq buyoqlarning xabarlar, yolg'on xabarlarda Turkiya hozir nima qilib, ularga garajlik beradigan bo'pti, pasport beradigan bo'pti deblar quruq sapsatilni qilib turib, o'yin o'ynalyapti deb yerda. Buningda kim foydalanyapti? Dushmanimiz foydalanyapti. Xitoy foydalanyapti. Bu yerda bir siyosiy jihatni buni mulohaza qilsak, bu yerda zodi bu hijrat masalasi dindagi hijrat bo'lib qolmasdan, bu siyosiy bizga qiltaq qurilgan qiltaq. Buningga dastilib ketgan o'zimizning musulmon qarindoshlar bular o'zi o'qimaydi buni. Chunki ko'pincha ahvollarda to'g'ri ishni qilayotgan odamlar o'zini yetin to'g'ri qildim deydi, ammo keyindan buni o'rnatayotganlar uchun bularni to'g'ri ishni qildirish orqali ularning yetmoqchi bo'lgan maqsad, rezil maqsadi boshqa. Biz ashuningki o'yinchiga aylanib qolmasligimiz kerak. Biz o'yinib taqayli bu Turkistondan boshqa bir davlatga xotirjam yuzlab, minglab odamlar chiqib ketishi mumkinmi? Mushu Xitoyninki mushu hozirgi hokimiyatida, mushu sistemasida, mushu kuchlikligida yuzlab odamlarningki Xitoyning chegarasidan atlab chiqib ketishi mumkinmi? Mumkin emas. Acaba hozir bu shunchalik oson bo'lib ketibdi? Savol bu yerda bu savolga o'ylash tegishlik. Demak, buni zot nima uchun shunday qildiryapti? Chunki vatanga aning ichida ular Xitoyga mix bo'lib sanchilayotgan odamlar ayarni yo'qib ketsa, Xitoyga xotirjamlik bo'ladi. Bu birinchisi. Da'vogar az yedi. Ikkinchisi uning o'rniga birini o'rniga uni ekrib ayarni taximi yuqorlashtirdi sonini. Uchinchi bosqichda undagi demokratiyadan davosini qilayotganlarimiz bor, demokratiya bilan hal qilamiz deydigan. U vaqtda bo'pti, demokratiya hal qilamiz deb Xitoy shu yerga kelsin. Demokratiyaning yo'li nima? Shu yerdagi odamlar saylam qilish orqali sen Xitoyning qo'l ostida yashamsa yoki o'z oldiga mustaqil bo'lamsan deb referendum qilinsa, u vaqtda kim o'tib chiqadi? Sonda hammamiz bilamiz buni. Ammo biz zot nima uchun buni o'ylanmaymiz? Buni to'g'ri yakunlashimiz kerak. Endi biz xalqaro siyosat, xalqaro bo'layotgan ishlarda biz uningda bir sagak turmasak, uningda izlanmasak, bu sohada o'qimasak, fanniy ilmlarni mushtaqchalar yaxshi o'qimasak biz ziyon tortamiz. Bizdan talab qilinayotgan narsa hamma jihatda ixtisos egalarini yetishtirish. Bizga har qanday amalda bizga kerak bo'lgan narsa bilim. Fanniy sohadami bilimga muhtojmiz, diniy sohadami bilimga muhtojmiz, o'zaro bir-birimizni tushunishmi, ijtimoiy munosabatmi biz bilimga muhtojmiz. Bu narsalarni biz yaxshi tushunmay turib, biz qarg'ulachi harakat qilib, nurg'un ishlarni to'g'ri qildik deb xato ketib qolgan holat bo'ladi. Niyatning to'g'ri bo'lishi, ishninki to'g'ri bo'lganligi nima bermaydi, natija bermaydi. Niyatmi to'g'ri bo'lishi kerak, ilib bo'lgan planmi to'g'ri bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayoti bak muhim. Men mushariq qarindoshlardan iltimos qildim, Payg'ambar alayhisolamning siyratini, hayotini siyosiy nuqta bilan shuni bir tushunadiganga alayda bir vaqt chiqarib, kurs qilib, o'sha o'tishinglarni, tushunishinglarni umid qilaman. Chunki bu Payg'ambar alayhisolamning hayoti bizningki yashash miqyosimiz. Bu qalb. Allah Qur'oni Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah payg'ambarida sizlar uchun nihoyat haqiqiy bir o'lgani yaratdi. Shuning ergashganimiz to'g'ri qilamiz. Payg'ambar islom hijrat yo'lida ilib borgan planlari, taktikalari, strategiyalik o'ylashlari, fikr qilishlari, urush jarayonlarida qilayotgan planlari bu nurg'un narsalarni bildirdi bizga, ammo biz bu narsalarni bu atroflarni o'ylamasdan Payg'ambar islom hijrat qilib ekan deb hijrat qiladigan, Payg'ambar islom jihad qilib ekan deb qurollar ilib jihad qilgan unda ish yo'q. Nima uchun Payg'ambar alayhisalom Makkada masalan jihad qilishni to'sqan? O'ltirilayotgan shu vaqtda shularmi? Shularni shu musulmonlarni ochiq batdi, shularni g'azablanaydi, shularni kuch batdi. O'zi az hech bo'lmasa vaqirab chiqalaydi. Nima uchun Payg'ambar alayhisalom ularni bosqan? Sabr qilinglar degan. Ma'lum vaqtda sabr qilish to'g'ri kelgan bo'ldi. Ma'lum vaqtda shundaq bir bosqichga to'g'ri kelgan bo'ldi. U vaqtda yanmaslik kerak. Ammo siyosiy nima demo Payg'ambar alayhisolatu vasallam nurg'un siyosiy nimalarda, diplomatik nimalarda Payg'ambar alayhisolatu vasallam nihoyat hikmat bilan, donolik bilan to'g'ri Allohning payg'ambari lekin shundaqmi? Shu vaqtdagi nimada insonlik nimasi bilan kishilarga o'zining haqiqiy bir aqlliq,
yetakchi ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam qoldirgan. Masalan, Hudaybiya nimasida bo'lgan urushlar nimasida kelishimlarda qanday ishlar yuz bergan. Masalan, bu masala bir so'rinda deyilib bo'lmaydi, ammo payg'ambar alayhisolatu vasallamningki tarixini, siyratini biz cho'qim yaxshi o'rganishimiz kerak. Bu bizni nurg'un narsalarni tushunmay qolgan narsamizni hal bo'lishiga, to'g'ri tushunishimizga bu bizga bak foydali. Allahu a'lam. Allah razı olsun. Sual soğan arkadaşlarıma Allah razı olsun.